Tamam. Çağırsaydım gelmez miydim yar? Senin için ölmez miydim yar? Dünyayı ters etmez miydim yar? Так смешно. Aramam, aramam, aramam. Aramam, sormam bir daha yalan sen bin Allah'a. Çıkmaz da gücün sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere dünya uyup çündin kere. Kırıldım sana bir kere aramam. Aramam, sormam bir daha yalan sen bin Allah'a. Çıkmaz da gücüm sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere dünya uyup çündin kere. Kırıldım sana bir kere aramam. Jaygani. Молодец! Gap yo'q. Молодец! Ibocha! Pahlavon. Ibocha! Assalomu Молодец. alaykum. Assalomu alaykum. Men Hayajon bosdimi rosa? Boshida sezildi, keyin zo'r etdingiz. Krassav. Ol hayajon ketdi, endi hammamiz qaradik. Men Qodirxon Valijonov Namangan shahridan. Voy, Namangan. молодец! Namangan qayeridan? Shahar. Yoshingiz nechida? 14 yosh. 14 yoshda ekansiz, молодец. Ismingizni kim qo'ygan? Qodir deb. Bobojonim. Bobojoningiz. Endi-chi Qodirxon Vodiydan ekanda bizda. Ya, bizlarni vodiymizdan. Andijon, Vodiy, Biz Farg'ona ham yaqinda Andijonlik, juda bir- Farg'onalik bo'ldi. Uyinglar yaxshimi? Abana yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Молодец. Bu voshe o'zbekchilik bo'lib ketyapti-ku bu Yo'q, proyekt. o'zbekchilik. Bu qolgan jyurilar bor, Andijon, nastavniklar. Farg'ona, Namangan, Qo'qon hammasi bitta joydada. Bo'ldi, okey. Biz ko'p ishlar qilamiz. Qodirjon, Mana shularni aytaman. Bering. Mani tanlasang, zo'r ishlar qilamiz. o'zingiz tanlaysiz. O'zingiz tanlaysiz, xo'p? O'zingiz bilib. Lekin Toshkent ham O'zbekiston. Botir aka, если чё. Men senga zo'r ashulalar qilib beraman o'zim. Siz bilan bitta qo'shiq aytmoqchi edim. Davay. Men bilan qo'shiq aytaman. Ishni Men mani bilan ham tanlaysanmi? ayting, Qo'shiq aytib Qodirjon. boshqalar tanlab qo'ymaysanmi? Ularni ko'p eshitmang. Men bilan ham ayting. Bo'ldi. Xo'p? Qani aytamiz. Qaysini aytamiz? Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi, Voy, Botir. onam. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi. Onam. Hasratlarin ichga yutgan, dardin aytolmay berkitgan, meni kelishim zor kutgan onam. Gap yo'q. Молодец. Молодец. Men tanladingmi ish qilib? Gap yo'q, Qodirjon, to'xtinglar, o'tirsangiz-chi. O'zi qolsin. yo'q, yo'q. O'zi qolsinlar. Men o'zim olib borib beraman agar O'zi tanlasam. qolsinlar, o'zi tanlasinlar. Ha. Idam shuda. Hech kim qaramaganda nima qilardingiz? Mana shunaqa savolda sizga. Hech kim qaramasa Namanganga qayrilib ketardim. Men qariyirdim baribir men. Bo'ldi, savollar tamom bo'ldi. Endi sizdan javob eshitamiz. Men o'zim niyat qilgandim kimni tanlashni. Sevaraxon, siz ham ustoz, siz ham ustoz. Men Botir Qodirov ustozni tanladim. Botir aka chempionlarni olib qo'yadilar deb. Men to'g'ri chiqqan ekanman. Chempion bolalar sizga hammasi. Zo'r ashulalar aytamiz birga. Tabriklaymiz. Ko'rishib qo'ying ustozlar bilan. Sog' bo'ling, tabriklayman.
Qodirjon, ko'rishguncha rahmat, mazza qildik. Даже o'ynatib yubordingiz mani. Молодец. Молодец. Zo'r bola ekan. Zo'r bola ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa ham bo'ladimi ular? Ajoyib va g'aroyib hammasi. Nechta bo'ldi sizda? Sanamen barakasi uchun. Gap yo'q, gap yo'q. Qodirjon! Tabriklayman shunaqa qilib Namangaga qaytib ketib qolmaysizmi? Yo'q. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Shunaqa zo'r ijro etdingiz. Tabriklaymiz. 5 bering. Boshqa bosqichlarda ham zo'r rezultat ko'rsatishingizni xohlaymiz. Birinchi salomdan boshlayman. Assalomu alaykum. Men Valijanov Qodirxon, Namangan shahridan 14 yoshman. Biz bolalar ovozini boshladik. Men 6 yoshimdan doira chalishga qiziqqanman va doira chalishda 3 yil o'qiganman hamda ham ozgina qo'shiq aytishni ham yaxshi ko'rganman. Qo'shiq aytib maktabdagi bolalarimizga qo'shiq aytib berganman doira chalib. Ana bitta shundan olamasa. Mahallada eshitdim. Bayta g'azalga usta emishsizlar. Bachalarning ovozi shirin bo'ladi. Bu loyihada mendan kuchliroq raqobatdoshlar bor ekan va men ularni yengib o'tishga harakat qilaman, chunki men o'zimga ishonaman. Aka, bu stollar tugmachalar ertaga bosganda ishlaydi? Ha, ishlaydi, hammasi ishlaydi. Aniq ishlaydimi? Ha, ishlaydi-ku. Ertaga agar ishlamasa Namanganga qayrilib ketishimga to'g'ri keladi-da. Xavotir olma, hammasi ishlaydi. Qarang-da aka, men sizga ishondim. Buni shunaqangi xususiyati borki, boshqa bolalardan ajrab turishi faqat to'g'ri so'zlaydi. Ko'ngli ochiq, toza. Men bo'sh vaqtimda kitob o'qishni va sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Kim ishonadi bu gapingga? Menga uchala ustoz ham qayrilishsa, men Sevara Nazarxon ustozni tanlardim. Agar Sevara Nazarxon ustoz ham qayrilmasalar, Botir Qodirov ustozni tanlardim. Agar Botir Qodirov ustoz ham meni tanlamasalar, Ilhom aka ustozni tanlagan bo'lardim. Agar Ilhom aka ustoz meni ham tanlamasalar, Namanganga qayrilib ketardim.